Sultan Uvays xon oxiri o'zi bosh bo'lib yer terish qaroriga keldi. Turpanda azaldan suv kamchil bo'lg'achqa dehqonchilikqa suv yetishmaydi. Uvays xon dehqonchilik qilish qaroriga kelgandan keyinla ondan bu masalani tushunib yetdi. Terg'an ziroatlarni sug'urish uchun dehqonlardan suv talashmadi. Dehqonlarning karizdagi suyini o'z etiziga boshlab olmadi. Balki suv masalasini hal qilish uchun usta karizchilarni tashkillab, necha yuzlagan karizlarni qazdi. Yangidan qazgan bu karizlarning unumi tezda ko'rildi. Suv majralari pasaydi. Tashlab etilgan nurg'un yerlar qaytadan terilib, ekin zarg'a aylandi. Xonning o'zi boshlamchi bo'lib dehqonchilik qilganini, kariz qazg'inini ko'rgan amirlarmi dehqonchilik qilishga, kariz qazishga majbur bo'ldi. Sultan Uvays xon taxtda o'tirgan 5-6 yil ichida Turpandagi karizlarning soni 500 dan oshgan. Terilg'i yerlarning ko'lami necha hassa kengaygan edi. Bu 5-6 yil ichida Mo'g'ulistonning Qashqardan boshqa viloyatlarida eriq o'stan chepish, suv omborlarini yasashdan iborat suv inshoot qurilishlarini qilish, binam echib terilg'i yerlarni kengaytish to'lqini ko'tarilgan edi. Sultan Uvays xon 1 yil vaqt sarf qilib, butkul Mo'g'ulistonni aralab, har qaysi viloyatlardagi amirlarning qilgan ishlarini ko'zdan kechirdi. Suslik qilgan, saqtalik qilganlarni jazoladi, mansabdan qoldirdi. Ariz shikoyatlarni tahqiqladi. Shuning bilan o'rdaga keladigan bojsiliqlar ko'payib, xazina, ochliq omborlarini qaytadan to'ldirdi. Binam echish, qasabi qurishni ching tutinglar. Avam ra'iyat chechilib ketmay, to'plashib yashab, bir yurtni muqim, obod qilsin. Mushunda qilsak, yurt makonlarimiz cho'llashib ketmaydi. Bog' bino qilganlarning siliqini kemaytinglar. Deydi barg'anli yerda amirlarga chekilib. Shuningdan keyingi 3-4 yil ichida ekinzorlar, bozor mahallalar ko'payib, Mo'g'uliston qaytadan obodlashdi. Xeyli ko'p xalq ko'chmanlik turmushini oxirlashtirib, muqim o'ltiraqlashdi. Agal, avam ra'iyat beyib, turmushi xotirjam bo'lsin. O'rda xazinasi, ochliq omborlari avomga yetsin. Ondan istilog'i ko'ngil yugurtayli. O'rinsiz yog'i avomning kunini ig'irlashtirdi, xazinani quritdi. Bu saltanatning osoyishtligiga foydasiz. Hozircha qo'shni allar bilan inoq o'tganimiz tuzuk. Deydi urush qilish talabini qo'ygan amirlarga nasihat qilib. Shunday qilib, Sultan Uvays xon taxtda 8-10 yil tinch o'tirdi. Barliq asyodini mamlakatni gullantirishga, saltanatni ro'naq topqizishga qaratdi. Amirlarmi oxiri uning saltanat siyosatiga ko'ndi. Janobi qiblagoyimiz saltanat tizginini qo'liga olgan 8-10 yildan beri al yurtda tinchlik bo'lib, avam ra'iyat osoyishtlikqa yuzlandi. Dedi Ulusbek Xudoyidat bir kuni atiganlik qubulda tavazu bilan qo'l bog'lab turib. Bunda qo'yning dumbisida to'rg'ay ulug'idek misli ko'rilmagan bayashatliq azaldan hech qanday bir xon sultonlarning tasarrufida ko'rilgan emas. Olilarning tangdoshsiz aql parasti va jasoratidan saltanatimiz qudrat topdi. Bizlargim, Ulusbegimi buningdan ko'p xursand ham xotirjam bo'ldik. Uzundan beri Baytul Muqaddasga berib, haj tavob qilish orzuyimiz bo'lsa-mu, saltanat ishlariga ozdir ko'pdir yordamimiz tegib qolaverdi. Ul muddaoyimizni oshkorlamay kelgan edik.
hala bugungi kunga kelganda yeshimiz bir yerga berib qoldi. Shundaqdimi, Janobi Rasululloh akramning muborak tenini qo'yniga olgan muqaddas Kabining changlarini ko'zimizga surtsak, Allohning dargohiga musulmondarchilik farzimizni to'liq ado qilib, ondan kelsak deydigan orzuyimiz bordir. Ol murodimizning hosil bo'lishi uchun haj safarini ixtiyor qildik. Olilardan tovanchilik bilan ijozat so'rayman. Bu Ulug'bek Xudoydatning haj safari qilish uchun Sulton Uvays xondan tunji qitim ijozat so'rashi emas edi. 2-3 yildan beri bu talabini takrorlayotdi. Ammo Uvays xon Ulug'bekning bek yashinib qolganligini nazarda tutib, ijozat bermagan edi. Buvisining haj safari qilishini to'sishga jur'at qilolmagan Sayyid Ali Olibmi Sultan Uvays xondan buvisiga ijozat bermaslikni o'tingan edi. Ramazon oylari kelay deb qoldi, dedi Sultan Uvays xon sabab ko'rsatib. Hazratlari bu chog' bo'lganda hijrat qilsalar, Qurbon hayitga ulgurib Makka mukarramga yetib borolmaydilar. Ma'qul deysizlar. Bu yil 2 hayitni birga o'tkazayli. Alloh xolisa Qurbon hayitdan keyinla uzitib qo'yay. Yana bir mezgil ta'xir qilsinlar. Ulug'bek Xudoydat lomjim demedi. Ammo o'zgilan qoshlari ostidagi gunsiz ko'zlari noroziligini oshkoralab qo'ygan edi. Hafta o'tganda Sulton Uvays xon Ulug'bek Xudoydatning sadoqatman navkari Qanotbek bilan bir necha mulozimlarni elib, shikarga chiqish bahonasi bilan haj qilg'ili mong'anligini bildi. Qanday qilamiz Amir Kabir? dedi Uvays xon Sayyid Ali Olibga qarab. Meningcha, ish bu darajaga yetganda choparman avatib, Ulug'bek hazratlarini kayniga yondirsak, dilini og'ritib qo'yarmizmikin? Choparman avatsakmi, Baboyi buzurkning kayniga yenishi bir gap deysizlar oliylari. dedi Sayyid Ali Olib xiyolchanlik bilan. Amdi to'simayli. Yaratgan egisi Baytul Muqaddasga sog' salomat yetib berishga nasib qilar. Orliq bakli yiroq. Safarning mushaqqati halam bor, dedi Uvays xon. Munda qilayli. O'zla ishonchlik, sadoqatman navkardan yuzni dil xohlab, oziq-tulik, pul pichak bilan yo'lga solsalar. Ular qandoqli bo'lmasin, Ulug'bek hazratlariga yetishib elib, yo'l bo'yi qo'rg'dab menib, Makka mukarramga opirib akalsin. Hattiginay. O kuni Ulug'bek hazratlariga ijozat beradigan ishkan to'q. Odam qilganda oshundoq johil, tarso bo'lib qoladigan o'xshaydi, dedi Sayyid Ali Olib kulib turib. Meningcha, eng yaxshisi qo'riqchi avatmaydi. Olimadiz rasmiy xatarga yo'liqib qolsa, ol yuz navkar hech nimaga dalda bo'la olmaydi. Baboyi buzurkning bir necha mulozimni hamroh qilib menishidimi, o'ylig'ini bo'lishi mumkin. Qo'riqchi ilib olg'isi bo'lsa, necha yuz xos navkar bor edi emasmi? Uning ustiga bu safarda hamrohning ko'p bo'lmag'ini yaxshi. Bo'lmasa, biz o'tadigan allarning sulton amirlarining diqqatini tortib qo'yadi. Qo'riqchilar Baboyi buzurkka avorchilik tepib berishi mumkin. Bu deganlarmi o'rinliq, dedi Sulton Uvays xon bir oz o'ylanib olgandan keyin. Hazratim haj safaridan yong'ucha Ulug'beklik mansibini o'zda zimmilariga olg'ash tursalar qandoq bo'lur? Sayyid Ali Olib bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin javob berdi. Olilarning esida bormikin? O'z vaqtida ulug' babam Bo'loji hazratlari qazo qilganda Jannat makon To'g'liq Temirxon oliylari Ulug'beklik martabasini Baboyi buzruk Xudoydat hazratlariga bergan ekan. Ol sababdan ulug' babam Bo'loji hazratlarining inisi Amir Qamariddin
og'amning martabasini menga bermay, go'dak o'g'liga berdi deb To'g'liq Temirxon oliylardan ranjigan. Va bu ish dahshatli qirg'inga, isyonga sabab bo'lgan ekan. Garchi tog'am Mir Muhammad Shoh hazratlari fazilat, sadoqat va gupa ahli bo'lsa-mu, bizdak jiyanidan ulug'beklik martabasini talishib da'vo qilmasa-mu, yanala bu martabaning ol tog'oi buzurga berilgini xo'proqdir. Kam qo'rsoq, bahodir, mard o'g'lon ishkanliklarini yana bir qaytim isbot qildilar Amirzodam. dedi Sultan Uvays xon qoyil bo'lgan holda. Mayli, deganlardek bo'lsin. O'zda ulug'begi bo'lmasilmi, yanala lashkari divonning amir kabiri. Mening eng ishonchlik, eng yaqin mahrimim bo'lib qilaverdilar. Men boshda bu martabaga Mir Muhammad Shoh hazratlarini tavsiya qilay degan edim. Biroq o'zlarining xon oliylari qiynotisiga yon bosdi deb qilishlaridan ansirgan edim. Bunda o'ylaslar ko'nglimga keladi. Gap mansab martabaning cho'ng kichikligida emas, oliylarining ishonchisida. Yana kelib, singillarining ko'yisi ishkanligimni asirdan chiqarib qo'ymaslar, ha? dedi Said Ali olib kulib turib. Said Ali olibga agishib, Sultan Uvays xonni kuldi. Allohga 100 ming qatli shukrki, yenimda o'zdadak sadoqatman, shirpanchilik azmat bo'lganligi uchun saltanat ishlarida g'imim ozdir. Haras. Qashqarga qiladigan lashkari yurishning hozirligi putaydab qoldimi? Lashkari hozirlikqa putaydab qolgan. Biroq yana kichikgina chatoq chiqdi oliylari. Sultan Uvays xon jiddiylashgan holda yalt etib Said Ali olibga qaradi. Lashkari yurishga to'sqin bo'lg'udak qandoq chatoqkan u? Kaminalarimo boyli ma'lumot topshirib oldim. Boboi buzurgning ishi bilan besiramjon bo'lib, esimdan ko'tarilib qopti. dedi Said Ali olib tushuntirib. Yana yiliqi Mo'ng'ul xoni Ison Toyshining solgan parokandichiligi bo'lmamdi. Sultan Uvays xonning chiroyi turildi. Bu navbat tasarrufimizning qaysi tarafiga tegish qilibdi? Ili vodisiga Olmaliqni ishg'ol qilib olibdi. Biroq Ison Toyshining hozir uncha zo'r lashkari kuchi yo'q. Ikki sarkarda bilan biror tuman lashkar avatsak, yovni Olmaliqdan qo'g'lab chiqib yetalaydi. Buning bilan Qashqarga qilingan jazo yurishini to'xtatmasaqmi bo'laveradi. Meningcha, Qashqarga qiladigan lashkari yurishni to'xtatib turayli. dedi Sultan Uvays xon gapni cho'rtli kesib. Biz saltanatni qo'limizga olgan bu 10 yildan beri ol Mo'ng'ul xoni tasarrufimizga parokandichilik selishni faqat to'xtatmadi. Uning bilan Qo'mol, Borisgölda qilgan jangni hisoblaganda hozirgacha cho'ng kichik bo'lib 60 qitimga yaqin jang qilib ketdimiz. Lekin o'ylab baxsam, bu jangning hammasi xuddi chivin qo'rg'onchilikda ish bo'pti. Ison Toyshini tasarrufimizdan qo'g'lib yetiblar, bo'ldi qiptimiz. Shun ular bizga oromchilik bermadi. Necha yildan beri yilik qurgan avom atilni olsin deb imkon bor yog'iydan o'zimizni tortib keldik. Balkim ular bu sababni tushunmay, bizni qo'rqdi deb o'ylab qolgan chig'i. Bu navbat ularni uzr kesil yo'q deb, ikkinchilar tasarrufimizga qarayolmagudek qilib atmasa ko'nglimiz orom topmagudak. Bu deganlarim to'g'ri. dedi Said Ali olib. Undaq bo'lsa, men atila ili vodisiga yurish qilay. Oldirmisizlar Amir Kabir? dedi Sultan Uvays xon. Borisgöldagi jangda maslahatlarga ko'nmay, ol Ison Toyshini men qo'yib atgan. Shu bu navbat
lashkari yurishga menmi chiqay? Bu yurishga oliylari rahnomi bo'ladigan bo'lsalar, sarkarda lashkarlarimizning jasorati hassalab oshadi. Amisi shundoq bo'lsin. 2 kundan keyin yo'lga chiqayli. Maslahat pishqandan keyin Sultan Uvaysxon yorliq tushirib, qiyin otasi Mir Muhammad Shahqa ulus begilik martabasini berdi. Ondan uni o'zi lashkariy yurishdan qaytib kelguncha ostonada qilib, o'rda ishlarini boshqarib turishga belgiladi. Go'zal Ili vodisi. Talqon to'kdi bo'lgan chaq. Sultan Uvaysxon daryo bo'yida yolg'iz xiyol surib o'ltiradi. Xos navkarlari uning xiyolini bo'lib o'tmaslik uchun ozroq orliq tashlab, atrofni hushyorlik bilan ko'zitib Yillar degidan ziyodi kelgun kelgan Ili daryosi xuddi g'azablangandek, hamma narsani yolmab yutib o'tadigandak alpozda nari tortib oqatdi. Abral teg'idan askan g'urg'ur shamol jongu huzuri beg'ishlaydi. Tangri sehiylik bilan baxshanda qilgan go'zalligini namoyish qilgandek, Ili vodisidagi tog'u daryolar, yoylaq ekinzorliqlar to'zdek yasangan edi. Uzundan beri yoki suyi, yoki o't cho'pining tayini yo'q. Oshiqning tiniqidek o't otash purkib turgan Turpan diyorida yashab kelgan Sultan Uvaysxon, marhum buzruk buvisi Sultan Xizr Xo'jaxonning nima sababdan poytaxtni mushundoq jannatdek sap havoliq Ili vodisidan Turpanga ko'chirib kelganligini tushunmaydi. Gerçi shu topda Ili vodisiga maftun bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ko'nglining bir yerlari yanada Turpanga tortishatdi. Uning Turpanga mehri cho'nqur edi. Ili vodisining go'zalligini abo ajdodlari muqaddas ostona qilib yashagan Turpanning shavkiti besib ketadi. Ili vodisi bilan Turpanning orliqi yaqinroq bo'lgan bo'lsa, o'rdini Turpanda, haram chorbog'ni Ili vodisida qilib yashagan bo'lsam. Nachora. Suyi bor yerning o'ti yo'q. O'ti bor yerning suyi yo'q degini mushu o'xshaydi. Bundan keyin yoz oylarida kelib, birar 2 oy turib ketarman bo'lmasa. Sultan Uvaysxonning xiyolini Sayyid Ali Olibning oyoq tevishi o'zib qo'ydi. Sayyid Ali Olib yov qarorgohining ahvolini bilib beqish uchun atdigandili chiqib ketgan edi. Yovning ahvoli qandayroq? So'radi Sultan Uvaysxon Sayyid Ali Olibga shundaqli bir qarab o'tgandan keyin ko'zini yana daryo suyiga tikib. Qarorgohning muhofizati xeyli puxta ishgan. Ammo yov lashkarlari chedir bargohlarini chuvayotgandek qiladi. Biz bilan jang qilishga ro'y bormay, chekinishning tayyorligini qilayotgan do'toyillik. Bir nima demak tas oliylari. Har holda yovni sal chog'lamayli. O'zimizning jasoratini sundursaqmi bo'lmas? Dedi Sultan Uvaysxon mag'rur qiyofatda. 2-3 kundan beri shuncha undisakmi, jangi chiqqili unumay. Mazlum kishidek qarorgohiga solinib yetib olgan tursa, ya'ni ehtiyot qilgudek nimasi bor? Mana endi chedir bargohlarini cho'vishga tushgan bo'lsa, tahqiqki kechida shab chiqarmay qechishning ko'yiga tushgan gap. Sarkardalarga farmonimni yetkazsizlar. Yaxshi orom ilib, puxta tayyorlik ko'rgay. Bugun kecha Alyotquda yov qarorgohiga shapun urimiz. Gap qilishga og'zini o'ymanligan Sayyid Ali Olib Sultan Uvaysxonning qat'iylik chiqib turgan chiroyiga qarab jim bo'ldi.
u xonni niyatidan yondirg'ili bo'lmaydiganligini his qilgan edi. Demisimi, lashkar tortib Ilik vodisiga kelgandan beri Mo'ng'ullar bilan uchrashib boqmadi. Ular qarorgohiga mahkam bekinib olib, jangga chiqmay qo'ygan edi. Shu sababdan qattiq ichi pishgan Sulton Uvaysxon jang qilishga oldirab qolgan edi. Shu topda Said Ali Olibning yov qarorgohiga qiladigan kechilik hujumni to'sishga ko'rsatgidek sababimi yo'q edi. Ammo yovning ko'p kunduzda chidir bargohlarini chuvishi uningga qandaqdir benormallikdek bilingan edi. Aslida yovning qarorgohni yolg'ondan cho'p qochmoqchi bo'lgan qiyofatga kirib elib, kechida bizning qarorgohimizga shapqin urarmikin deb andish qilgan edim. O'ylamagan yerdan xon oliylari biz shapqin urayli deb otdi. Bir hisobda bumi bo'lg'idak. Biz ulardan burun harakatga kelsak, kutmagan natijaga erishib qilishimiz mumkin. Said Ali Olib xiyolini yig'ishtirib Sulton Uvaysxonga qaradi. Undaqda yov qarorgohiga shapqinni men uray. Oliylari qarorgohni qilib hamdamda bo'lsalar. Yo'q. Bu navbat shapqinni men uraman. O'zda qarorgohni qilib hamdamda bo'lsalar. Mo'ng'ullarni bir qitimliq jang bilanla uzul kesil mag'lub qilishga oldirab qolgan Sulton Uvaysxon kechilik hujumga o'zi bevosita qo'mondonlik qilish niyatiga kelgan edi. Undaqda shapqinga oliylari bilan birga chiqay. Qarorgohga sarkarda Bo'ronxo'ja qaranchiq bo'lsin. Hojatsiz, dedi Sulton Uvaysxon qo'lini silkib. Qarorgohmi muhim. O'zda qilib qolsalar. Kutmagan yerdan yovning bir bo'lik lashkarlari oldin qo'l silib qarorgohga shapqin urib qilishi mumkin. Qarorgohda xonish oyimdan tortib bir muncha ayollar, bolalar bor. Qarorgohni muhofazat qilish muhim. Xon oliylari balkim mushuni ko'zda tutgan bo'lishi mumkin. Said Ali Olib xon bilan ortiqcha talishishga o'rin qolmaganligini his qildi. Kechlik xizodan keyin Sulton Uvaysxon bargohi oldida sarkardalarga vazifa topshirdi. Ehtimol xon oliylari Peqirni qirib qoldi. Shapqin urushga yaramaydi deb qarorgohni saqlashga qoldirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Dedi sarkarda Bo'ronxo'ja ko'krigiga tushgan oppoq soqollarini titratib. Garchi yoshda qirib qolgan bo'lsak-mu, g'ayratda yigitlardan qilishmaymiz. Oliylarning bu qitimqi shapqiniga Peqirni ilib olishini iltimos qilaman. Sarkarda janoblari, sizlar yigitlik da'vosi qiladilar-yu, o'ylab qo'yayli desak unamaydilar. Yashanganliklariga tambarsizlar endi. Janobi sarkarda mazlum kishiga shapqin urolmaydigan bo'lib qolg'ili xeyli bo'ldi oliylari. Deb chaqchaq qildi sarkarda Po'lat Bahodir. Rost aydilar sarkarda. Deb chaqchaqni ulg'aytdi sarkarda Qalqonbek Ko'kildosh. Janobi sarkardaning boshqa yerning mag'dir qolmagani bilan qo'lining mag'dir ba, ha? Bargoh oldida gurridi kulki ko'tarildi. Mazlum kishiga shapqin urishda har qaysilari Peqirning oldida yeb ishonmaydilar. Dedi sarkarda Bo'ronxo'ja qoqoqlab kulganicha. Ammo yov qarorgohiga shapqin urish ol ishqa zinhor o'xshamas. Peqir o'liktirkimni janobi qiblagoyimga otib o'tganman. Shunga ol Mo'ng'ul bilan yog'iy qilganda oliylarning yanada bo'lishni xohlayman. Butkul hayotini o'ziga sadoqatmanlik bilan bag'ishlagan bu peshqadam sarkardani Sulton Uvaysxon bakli hurmatlaydi. Shu sababdan farmonga qarshi chiqib qilgan tarang-turang so'zlarini, qo'polliqlarni kechirib o'tdi.
boshqa sarkardalargami Bo'ron xo'jining sadoqatman jasurligini ulgi qiladi. Ha, sarkarda Bo'ron xo'jining xotini bundan 3 yil ilgari qazo qilib ketgan edi. Shu chaqda odatda qo'pol, bag'ri qattiq, rahimsiz ko'rinadigan Bo'ron xo'ja un qo'yib yig'lab hozi ichib, barliq hozidorlarni hayron qoldirib atgan edi. Sulton Uvaysxon sarkarda Bo'ron xo'jining bir umr ashu ayol bilan yashaganligini, boshqa amir sarkardalarni do'rab, to'qal ilib ayolini kundashlik azobiga duchor qilmaganligini obdan biladi. Sulton Uvaysxonning nazarida sarkarda Bo'ron xo'ja suyguga sadoqatman chin oshiqlarning timsoli edi. Sulton Uvaysxonning bir necha qitimliq o'yinni bilish taklifini sarkarda Bo'ron xo'ja siyliqlar rad qilib atgan edi. Shafqatlariga ko'pdan ko'p rahmat oliylari. Endi qanchalik umrim qoldi bilmayman. Keyingi umrimni ashu rahmatlik mazlumimning ro'yiga atab durud o'qish bilan o'tkazaman. Endi ming qatim o'ylansam-mu, ol jannat makon mazlumga zinhor o'xshamas. degan edi Bo'ron xo'ja ko'ziga liq yosh elib. Sulton Uvaysxon xiyolini yig'ishtirib, sarkarda Bo'ron xo'jaga qaradi. Peshqadam sarkardining ko'zlaridan qat'iylik chiqib turadi. Sulton Uvaysxon jang qilsa ko'ngli yayrab ketadigan bu sarkardining talabini rad qilishga amalsiz qoldi. Bo'ladi. Sarkarda Bo'ron xo'ja men bilan billa qalb tursin. Xon oliylari ijozat bersa, bagatchimiz sarkarda Bo'ron xo'ja hazratlariga bizmi turshavul bo'lsak. Sulton Uvaysxon qo'l bog'lab turgan yosh shiki sarkardiga mamnunlik bilan qaradi. Yigitlik quramiga amdili yetgan Hasan sulton bilan Luqman sulton marhum tog'isi Sulton Shir Muhammad xonning xonzodalari edi. Sulton Uvaysxon taxtga chiqqandan keyin onasi Sulton xotunning tavsiyasi bilan ularga amirlik martabasi berib, lashkari divonning o'rinbosar sarkardaligiga tayinlagan va sarkarda Bo'ron xo'jini ularga atki qilib bergan edi. 10 yildan beri ular sarkarda Bo'ron xo'jining ko'ngil qo'yib tarbiyalashi bilan lashkari mahoratni puxta egilab, yaramliq sarkardalardan bo'lib qolgan edi. Sulton Uvaysxon ularni o'z inilardek ko'rib, izzat ko'rsatib kelyotdi. Bu qitimqi lashkari yurishda ular qattiq talab qilib turib olg'ashqa billa elib kelgan edi. Kechilik jangning qiyin xatiri to'la. Bular jangbozlik mahoratida xeyli yetishib qolgan bo'lsa-mu, lekin texi rasmiy jang ko'rib boqmagan. Ko'ngilning tinchligi yaxshi. Shahzodalarning jasoratiga opirin, dedi Sulton Uvaysxon ularga mehri bilan qarab. Hammaydan shapqun urushga ketsak, qarorgoh qo'rqitisiz qoladi. Qarorgohimizni qo'g'dashmi o'xshashli muhim. Uning ustiga qarorgohda mazlumlarimizdan boshqa ushshaq bolalarmi bor? Ikkilari yanada qarorgohda qilib, xonish bilan og'chi oyimlarning bolalarning omonligiga mas'ul bo'lsalar. Sulton Uvaysxon gapni cho'rtli kesib atgachga, Hasan sulton bilan Luqman sulton yana gap qilishga petinolmay, atkasi sarkarda Bo'ron xo'jaga qaradi. Sulton Uvaysxonning muddasini tushungan Bo'ron xo'jimi ularga ta'tir qarab olib, gap qilmay turib oldi. Amisa shundoq bo'lsin. Al yotquda hujumni boshlaymiz, dedi Sulton Uvaysxon kengashning oxirlashganligini bildirib. Mo'g'uliston sarkarda lashkarlariga hamdam bo'lmoqchi bo'lgandek, havo tutuq. Kecha osmonida bir talmo yulduz yo'q edi. Atrof
xuddi qozonni dum ko'mtirib qo'ygandek qorong'u bo'lib, 10 qadam neridagi narsani ilg'i qilg'ili bo'lmaydi. Shap chiqarmay yov qarorgohiga yaqinlashgan lashkarlar yov qarorgohida muhofizachilarning yo'qligini ko'rib, bir oz ting'irqadi. Qarorgohning ichidagi chidir bargohlarning yerimi tegudek yo'q edi. Na odamning ovozi, na otlarning kishnashlari anglanmaydi. İnsan taşı rastlı qarorgohni tashlab qochdimi nima? deb o'yladi Sulton Uvaysxon yov qarorgohiga sinchilab qarab. Rastlı qochgan bo'lsa, nemishqa qarorgohda og'zini chidir bargoh qoldirib qo'ydi. O'zining qochqinini yo'shirib, kaynidan qo'g'lishimizdan ansirab, ko'zimizni bog'lamoqchimidiga. Sulton Uvaysxon damonliqqa bir qarorga kelolmay, ikkilanib turib qoldi. Qarorgoh bo'sh turdig'i oliydi. So'radi Po'lat Bahodir. Yov sarkardasi qarorgohni bo'sh qoldirish pantini ishlatyapti ya. Notoyin, dedi sarkarda Bo'ron xo'ja. kuch idisholmaydi xalqini pamlab tikib atgan gap. Endi yana mulohiza qilib turishga vaqt yo'q edi. Sulton Uvaysxon buyruq kutib turgan sarkardalarga qaradi. Mayli pant ishlatsin yoki tikib atsin. Bugun kecha ular baribir o'limdan qutulolmaydi. Odam bo'lsin, bo'lmasin. Agal qarorgohni egilayli. Turshavullar qarorgohni bosqin qilg'ay. Buyruq bilan tangla Turshavul qo'shinning sarkardasi Qalqonbek Ko'kildosh lashkarlarni boshlab qarorgohga bostirib kirdi. Sulton Uvaysxonning yenida qarab turg'isi kelmagan sarkarda Bo'ron xo'jimi Turshavul qo'shinga agashdi. Lekin qarorgohdan birmi yov lashkari topolmadi. U yer bu yerda qoldirib qo'yilgan chidirlarmi qup-quruq edi. Ammo chidirning ichiga jinchiroq yiqib qo'ygan edi. Mong'ollar rostliq ketibdi, dedi jang qiladigan lashkar topolmay, xumari tutgan bangidek bo'lib qolgan sarkarda Bo'ron xo'ja yenidagi chaparmanga qarab. Darhol oliylarga ma'lumot yetkazsinlar. Sulton Uvaysxon ma'lumotni anglab, asosiy qo'shinni boshlab qarorgohga kirib keldi. Ahvoldan qaraganda biz aldanganga o'xshaymiz, dedi yov qarorgohining normalsizligini his qilgan sarkarda Qalqonbek Ko'kildosh jiddiylashgan holda Sulton Uvaysxonning oldiga kelib, lashkarlarni darhol qarorgohdan chekindirayli oliylar. Sulton Uvaysxon ikki sarkardasidan qaysisining gapiga ishonishni bilolmay turib qoldi. Dal shu chaqda qarorgohning atrofini kuchlik daqudumboq, so'ran-cho'qan sadolari qopladi. Büyükturmada turgan yov lashkarlari Mo'g'uliston lashkarlarining qarorgohga to'liq kirib bo'lganini ko'rib, tuyuqsiz hujumga o'tgan edi. Uchiga o't tutashtirilib etilgan minglagan yo o'qlari qarorgohga qarab xuddi yulduzdek uchatdi. Qarorgohdagi mangdamda bir dövlab maychichib qo'yilgan o'tin, shox-shumbular yo o'qi tushishi hamon lappida o't elib kuyishga boshladi. Ho'sharligini yo'qotgan Mo'g'uliston lashkarlari bu tuyuqsiz zarbidan qattiq cho'chib titrashga boshladi. Butkul qarorgohni Mo'ng'ul lashkarlari qatma-qat qurshib olgan bo'lib, Sulton Uvaysxonning sarkarda lashkarlari kuchlik pistirmiga tushib qolgan edi. Gurildab kuyayotgan o't dövillaridan urkigan otlar tizginidan chiqib ketgan bo'lib, ustidagi chavandozlarning boshqirishiga bo'ysunmay yotibdi. O'diqmanglar, sapni buzmanglar. Yasal bigi, sapga mahkam bo'l. Sulton Uvaysxon har qancha qilibmi, bu qalaymaqanchilikni o'ngsiy olmadi. Minglagan o't atar yo o'qlari lashkarlarning beshiga xuddi yomg'irdak tushadi. O'q tekkan lashkarlar badaniga tutashgan o'tni o'chirish uchun dod faryod ko'targunicha yerda do'milaydi. Jon qayg'usida qolgan lashkarlar qalqonlarini beshida soyivan qilib, kirpidek tugilib olishgan edi.
Ha. Mo'g'uliston lashkarlari jangovarligini butunlay yo'qotgan edi. Yov lashkarlarini sarosimiga silish maqsadiga to'liq yetgan Mo'ng'ul lashkarlari endi qarorgohga bostirib kirishga boshladi. Farmon, sarkarda lashkarlar darhol chekinsin, dedi halokatdan qutulolmaydiganligiga ko'zi yetgan Sulton Uvaysxon Tavojibekka qarab. Charaslab kuyayotgan o't yalqini butkul qarorgohni kunduzdek yo'rtib etgan. Pistirmig'i tushib qolgan Mo'g'uliston lashkarlari o't yo'riqida o'zini daldig'i elishqa, yoshirinishqa amalsiz qolgan edi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Buram xo'ja santirilib yiqildi. Uninggacha yana bir lashkar uning bo'yniga qatchida qilish chopdi. Amerika bir janoblariga ma'lum bo'lgan. Xon oliylari asirga tushib qoldi. Biz sizlarga asirga tushganmiz. Osamlar, chopamlar ixtiyor bering. Yolg'ondan buncha ola izzat ko'rsatishlardan o'rni yo'q.